Xurmo danalarini tuproqqa tiqib qo'ysanglar 38 kundan keyin mana shunaqa natija bo'ladi. Faqat bu uchun 38 kun oldin xurmo danalarini tuproqqa tiqib qo'ygan edim va mana deyarli hammasi unib chiqdi. Mana bulari 30 kunga bormasdan chiqdi. O'zi odatda 2 oyda unib chiqardi va yo'qotish ko'p bo'lardi. Hozir men sizlarga yana bir marta qisqacha ekishni ko'rsatib beraman va qanaqa tez undirganimni tushuntirib beraman. Albatta oxirigacha ko'ringlar. Albatta bu videoni saqlab qo'yinglar. Katta urug'larni ekkaninglarda kerak bo'ladi. Misol uchun palmalarning urug'i yoki magnoliyani urug'i va yurekchani ham qizartirib qo'yinglar. Mana 20 ta xurmo danalarini 2 kunga suvga ivitib qo'ydik, ekishga tayyor. Har doimdek Pyotr Plexanov universal tuprog'ini ishlatamiz. Zo'r tuproq. Faqat tuproq tarkibiga ozgincha qum qo'shinglar, chunki palmalar qumli tuproqni yaxshi ko'radi. 20 ta danani ham bitta shu tuyaga ekamiz. 2-3 kun suvda ivitilgan xurmo danalarini turg'izib tuproqga tiqib chiqasizlar. Mana shunaqa holatda. Mana xurmo danalarini tuproqga tiqib chiqdik. Endi bularni tuproq bilan ko'mamiz. 2 sm ko'msanglar yetadi. Juda ham chuqur ko'mmanglar va juda ham sayoz ko'mmanglar. Ko'mgandan keyin albatta yaxshilab sug'orish kerak. Tuproqning hamma joyi nam bo'lishi shart. Endi tez undirishda asosiy ikkita qoidasini tushuntirib beraman. Birinchidan teplichka qilib qo'yishinglar kerak. Ya'ni ichi ko'rinadigan oq paket ichiga solib qo'yasizlar yoki tepasini o'zini paket bilan o'rab qo'yasizlar. Faqat muhim joyi paketni har kuni ochib 5 minut 10 minut shamollatishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Paketni tepasini ochasizlar, 5 minut 10 minut shundoq turadi, keyin yana yopib qo'yasizlar. Misol uchun mana shular shu kungacha paket ichida turdi. Bularni ham sizlar kamida 30 kun paket ichida ushlashingiz kerak yoki hammasi unib chiqquncha ushab turinglar. Ikkinchidan unib chiqishi uchun biz buni issiqroq joyga qo'yishimiz kerak. Misol uchun shu joyda qoldiradigan bo'lsam, unib chiqishi juda ham qiyin bo'ladi. Unib chiqishi uchun eng zo'ri bu +25 +30 harorat. Men nima qilaman? Oddiy radiator tagiga qo'yaman. Juda ham oson usul. Do'stlar, albatta tuproq quriydigan bo'lsa, ochib suv purkab turinglar. Lekin teplichkaning ichida tuproq tez ham qurimaydi. Men sizlarga albatta natijasini ko'rsataman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.